Ko'jalar. Keyin bu bozor o'zi asli bu yerda chet elliklar yo'q. Faqat xitoyliklar kelib olib ketadi. Mana bozorlarda lyuks kopiya sumkalar, misol oyoq kiyimlar shunaqalar sotadi. O'shalar hammasi kelib shu yerdan oladi. Shu bozordan oladi. Usuklab ham olib ketadi, kerak katta anaqalarda olib ketadi, o'ramlarda mana bunaqa. Bu yerda bitta ham chet ellik keladigan joy emas-da. O'zi shunaqa temniy bozor deydimi? Ba'zilari videoga olayotganimga qiyshayapti, mumkin emas deyapti. Endi taniydigan, bilgani va olaverdi deyapti. Faqat do'konimni raqamini tushirmang. Endi ba'zi anaqalarni brendiviy anaqalari urilgan, ularni ham nima deydi, brendli urilgan ko'jalar, matolar, ular ruxsat bermayapti. Internetingga qo'ymagin deydi, faqat klientingga jo'nat deydi.